Endi yana siz mana shu jarayonda bilishingiz kerak bo'lgan narsa controlled and free practice activities degan terminologiya va bu terminologiyalar yordamida controlled va free practice activitylarni bir-biridan farqlash. Mana qarang. Bolaga aytdim, birdaniga o'zingiz create deyolmaysiz. Albatta u apply, analyze, evaluate stagelaridan o'tish kerak bo'ladi. Va dehqoncha aytsam, mana shu Bloom taksonomiyasiga ko'ra, siz bitta mavzu tushuntirganingizdan keyin, bolalar remember and understand etapidan o'tgandan keyin unga controlled activitylarni apply, analyze, evaluate etapida berasiz. Controlled activitylarni. Ya'ni nima o'tgan bo'lsangiz, control o'z nomi bilan control. Nima o'tgan bo'lsangiz, bolani e'tiborini shu mavzuga tortadigan aktivitelar. Present simple o'tdingiz. Faqat present simple ishlata oladi, xolos o'tdi. Chunki gap bo'shliqni to'ldirish, matching qilish, bir-biriga moslash, shunaqangi bolani e'tiborini kontrol qilib o'tgan mavzuga tortadigan aktivitelarni siz apply, analyze, evaluate ostida berasiz va mana shu jarayonda controlled activity berasiz. Bola mana shu controlled activityni o'tgandan keyin o'zi free qo'yib yuborilishi mumkin. Ya'ni nima o'tgan bo'lsangiz, ana shu doirasida o'zi gap tuzishi mumkin, o'zi dialog tuzishi mumkin, o'zi yozishi mumkin, o'zi gapirishi mumkin, prezentatsiya qilishi mumkin, nima o'tilgan bo'lsa shuni ishlatgan holatda. Lekin undan oldin controlled activitydan o'tish kerak. Oxirida beriladi free activity. Tushunyapsizmi? Free o'z nomi bilan free. Endi birinchi etap qarang. O'zi aslida bu free controlled activity mana bu dars rejadan kelib chiqqan, PPP dars rejasidan kelib chiqqan. Ya'niki presentation qismida o'qituvchi tushuntiradi darsni, birinchi o'qituvchi sentrda bo'ladi. Bora-bora teacherda interaksioni kamayib, bolaga bo'lgan e'tibor ko'payib boradi va bora-bora dars student centered bo'lib boradi. Birinchi teacher centerda bo'ladi, keyin bolalar bilan ustoz ishlaydi-da, oxirida faqat bolalarni o'zi ishlaydi. Demak, presentation qismi controlled practice-da nima o'tgan bo'lsa, birinchi qismda, presentation qismida ana shuni amalda qo'llashga yordam beradigan aktivitelar qildiradi ustoz. Free productionda esa o'sha o'tgan mavzu asosida bolaga bir-biri bilan dialog qilish, role playlar qilish yoki o'zi gap tuzish, ya'ni create qilishga undovchi aktivitelar beriladi-da. Mana shundan kelib chiqqan ustozlar o'zi controlled practice, free practice degan terminologiyalar PPP dars rejasini ketma-ketligidan kelib chiqqan. Endi mana shu ketma-ketlik ham ko'rib turibsiz Bloom taksonomiyasi asosida. Va biling, hamma metodlarni darsdagi ketma-ketligi ham Bloom taksonomiyasini ketma-ketligiga, mantig'iga mos kelgan holatda bo'ladi. Okay? Demak, PPP dars rejasi asosida controlled and free practicelarni o'rganamiz, lekin boshqa joylarda ham, boshqa dars rejalarida ham controlled, free practice so'zlarini ko'rsangiz, birdaniga bu aktivitelarning farqi ko'z o'ngingizga kelishi kerak bo'ladi. Qarang. Controlled practice-da learners practice using the language in a structured way. Juda ham struktura bilan ishlaydi. Gap fill, matching exercises, sentence completion bo'ladi. Maqsad accuracy bo'ladi, ustozlar. Mana shu maqsadlari bilan ham farqlab olasiz. Ya'niki xatosiz ishlatish bo'ladi, bexatolik bo'ladi maqsadi va reinforcement of the target structure. Target degani maqsad qilingan, o'rgatish maqsad qilingan mavzuni mustahkamlash bo'ladi. Ana shu mavzuni xatosiz ishlatish bo'ladi maqsad. Freer'da esa bolalarga imkon beriladi kreativ bo'lishga, ustoz bergandan tashqari narsalarni yozish, tashqari narsalarni gapirishga, ana shu topik asosida bo'lsa-da imkoniyat bo'ladi bolada. Bundagi aktivitelar role play, discussion, writing tasklar bo'lishi mumkin. Endi maqsadida ham farqlanadi. Ko'ring, maqsad nima? Bu yerda maqsad ravonlik bo'ladi. Nima o'tgan bo'lsa shuni ishlatsin, xohlaganicha. Bitta topikni berdingiz, undan keyin bolaga kelib aralashmaysiz. Bolaga kelib xatosini to'g'rilab og'ziga urmaysiz. Bola qo'ldan kelgancha nima o'tgan bo'lsangiz o'sha yuzasidan og'zaki role play qiladi, discussion qiladi yoki-da o'zi qo'lidan kelgancha nima o'tgan bo'lsangiz o'shani ishlatib yozadi writingda. Mana shunda farqi bor. Bundagi maqsad bexatolik bo'lsa, xatosiz shug'ullanish bo'lsa, bu yerda ravonlik. Mana qo'ldan kelgancha ishlatsin, nima o'rgangan bo'lsak, mana shu maqsad hisoblanadi. Bularning farqini yana ham ko'rish uchun mana bu table'ga qaraymiz. Compare qilish uchun sizga
pointlar turibdi: control practice, free practice. Qarang, asosiy maqsadni farqini biling. Control practice accuracy uchun, free practice fluency uchun ishlaydi, maqsad qiladi. Language focus nima bo'ladi? One specific target structure. Nima o'tilgan bo'lsa, masalan, present simple positive ni o'tdingiz, positive bo'yicha bo'ladi o'sha mashq. Negative ni o'tdingiz, negative ni ishlatishga bo'ladi. Past simple o'tdingiz. Aynan irregular verblarni o'tdingiz. Irregular verblarni bir nechtasi tushib qolgan form filling activity ni qilib o'tiradi. Shu orqali irregular verblarni yodlaydi. Xullas, one specific target structure bo'ladi. Free practice da xohlasangiz, xohlamasangiz unaqa bo'lmaydi. Past simple o'tgandan keyin ham describe your weekend degan taqdiringizda ham past simple dagi so'zlarni ishlatib gapirgani bilan ham ularda boshqa demak boshqa joyga chetga chiqish bo'ladi. Bolada ya'ni tanlash imkoni bo'ladi. Shuning uchun ular any language ishlatishi mumkin bo'ladi. Ya'ni sizni targetingizdagi language dan tashqari. Learner's choice controlda very limited bo'ladi. Ya'niki o'ylab ko'ring, multiple choice'ni dumaloq qilib chiqyapti-da yokida form fill qilyapti. So'zlarning ro'yxatini berganingizda shu so'zlardan olib pastga to'ldirib chiqyapti. Albatta limited nima bersangiz shuni qilyapti. Controlled practice. Bu yerda bo'lsa free practice'da learner's choice juda katta bo'ladi. Ya'ni xohlagan narsasini gapiradi, xohlagan narsasini yozadi. O'sha o'tilgan mavzu bo'yicha ham ishlatadi, undan tashqari ham ishlatadi. Teacher control high, yuqori bo'ladi bu yerda. Free practice da kam bo'ladi albatta. Activitylar, typical activity yuqorida ham ko'rdik, bu yerda ham ko'ryapmiz. Gap fills, drills. Drills ya'ni siz aytasiz, bolalar qaytaradi. Siz aytasiz, bolalar qaytaradi. Boshqa narsa gapira olmaydi, u dialogga o'xshab. Xohlagan narsasini gapira olmaydi. Nima desangiz shuni qaytaradi. Drill. Sentence completion, gaplarni to'ldirish. Gaplarni ham nima bilan to'ldiradi? O'tgan mavzungiz bo'yichagi so'zlar bilan to'ldiradi yoki siz o'zingiz word list bergan bo'lsangiz, so'zlarni ro'yxatini bergan bo'lsangiz, ana shu bilan to'ldiradi. Free practice-dachi role playlar, discussionlar, problem solvinglar ketadi. Endi xatoga chidash. Xatoga ustozning munosabati qanaqa bo'lishi kerak? Error tolerance. Nimada control practicelarda low bo'ladi, kam bo'ladi. Ya'niki xatoni o'rnida to'g'rilashga harakat qilasiz. Chunki mavzu o'tdingiz va uni birdan xatosini to'g'rilamasangiz, error fossilized bo'lib qoladi. Fossilized degani xato qotib toshga aylanib qoladi bolada. Free practice-da esa ravonlikka e'tibor berganingiz uchun bola gapirsa bo'ldi deysiz, orqaga qaytasiz. Chunki mana bu to'g'rilaydiganingiz to'g'rilab bo'lasiz-da, bu tomonda уже indamay turishingiz kerak bo'ladi. Delayed feedback berasiz. Ya'niki bola gapirib bo'lgandan so'ng oxirida feedback beriladi. Endi darsdagi etapga e'tibor bering. Mana bu controlled practice stage'da bo'ladi, productiondan oldin. Free practice'lar doim production stage'da bo'ladi. Ya'niki bolaga siz present qildingiz, practice'da ular ko'nikma oshiradi, productionda o'zlari namoyish qiladi o'rganganini. Free practice'lar yordamida. Communicative value, ya'ni muloqot darajasi qanaqa? Albatta controlled practice'larda kam bo'ladi, free practice'larda muloqot darajasi yuqori bo'ladi. O'ylaymanki, mana shu pointlar yordamida siz controlled and free practice'larni bir-biridan ancha-muncha ajratib oldingiz. Endi navbat nimaga? Endi navbat amalda bilganlaringizni sinashga. E'tibor bering, mana bu joyda 10 ta activity turibdi. Brainstorming, putting pictures in order, talking about people and scenes in the pictures, describe and draw, spot the difference, talking about yourself, role play, sentence completion, survey, planning. Mana shuni bir-biriga match qilishingiz kerak bo'ladi. Teacher's description yordamida match qiling. Qaysi activity qaysi descriptionga mos keladi. Birinchi o'rinda activitylarning descriptionini topamiz. Undan keyingi etapda bu activitylarni controlled yoki free ekanligiga qaror beramiz. Okay? Birinchi activitylarning descriptionini topasiz. Buning uchun men sizga 2-2,5 daqiqa vaqt beraman. Pauza qiling 2-2,5 daqiqa. Xo'p. Albatta pauza qilib match qilganingizga amin bo'ling. Vijdonan o'qing, hazm qiling. Endi javoblarni tekshiramiz. Qarang. Brainstorming B bo'ladi. Hozircha tez-tez men faqat harfini aytib ketaman, chunki bu aktivitetlarning har biriga bular controlledmi, free practice'mi, shuni muhokamasida har biriga o'qib to'xtalaman. Shuning uchun hozir men tezgina javobini aytib ketaman. Brainstorming B bo'ladi. Putting pictures in order J. Talking about people, scenes in pictures bu I bo'ladi. Describe and draw H bo'ladi. Spot the difference G bo'ladi. Talking about yourself E. Role play A.
sentence completion F, survey D, planning C bo'ladi. Tekshirib, hazm qiling. To'g'ri qildingizmi, noto'g'ri qildingizmi? Undan keyin keyingi activityga o'tamiz. Xo'p, endi keyingi activityda nima qilamiz? Siz bilan control practice and free practicelarni o'rgandik, to'g'rimi? Farqini ko'rdingiz. Sizga pointlarini aytdim. Faqat definition bilan aytdim. Endi men bitta har bir activityni ustozni kommentiga qarab, ustoz qaysi vaziyatda ishlatib ko'rdi mana shu activityni, shunga qarab control practice, free practice ekanligiga qaror berasiz. Masalan, brainstorming. Nima deyapti? I did this activity at the start of a lesson because I wanted learners to think about transport and traveling. I wanted to get them interested in the topic deyapti. Ya'ni darsdan oldin, darsni boshida o'rganuvchilarimga berdim. Transport and traveling haqida o'ylashlarini, mavzuga qiziqishlarini istadim deyapti. Bu nima bo'ladi? Controlled bo'ladimi? Free practice bo'ladimi? Nima qilibdi? In groups or pairs, learners think of ideas about a topic. Ularni gruppaga yoki pair qilib qo'yibdi-da, topik haqida o'ylatibdi. Mana shu biz bergan topik haqida. O'ylab ko'ring, nima bo'ladi bu? Controlledmi, freemi? Esizdami qanaqangi activitylar controlledda beriladi, qanaqangilar freeda berilardi? Xuddi shu tartibda o'qib, bitta o'qib, har birini controlled yoki freega aylantirib chiqasiz. Birdan 10 gacha raqam qo'yasiz daftaringizga. Undan keyin har biri uchun qaror qilasiz. Har bir mana bu tomonni o'qidingiz. Bilasiz, brainstorming nima, putting pictures in order nima, talking about people, scenes, buni bilasiz, buni qildingiz. Endi bu tomon bilan bu tomonga e'tibor berib mashqni bajarasiz. 2-2,5 daqiqa vaqtingizni oladi. Agarda tezroq o'qisangiz, undan ham tez bo'lishi mumkin. Ketdik. Xo'p, har bir activity uchun xulosa qilgan bo'lsangiz, teacher descriptioniga qarab, endi birgalikda javoblarni tekshiramiz. Birinchi activityimiz, men highlighter'im olay. Birinchi activityimiz bizda brainstorming bo'lyapti va e'tibor bering. Bu done at the start of the lesson to get learners think about transport and traveling to generate interest in the topic. Bu albatta free practice bo'ladi brainstormingga, chunki hech qanaqa form fill bergani yo'q. Aynan ustoz berayotgan til birliklarini ishlatayotgani yo'q, shuning uchun free practice bo'ladi. To'g'ri, mavzuni, temani beryapti, qaysi temada gapirishini. Lekin bola istagan narsasini gapiradi. Aynan ustoz bergan so'zlarni orqasidan qaytarsa, unda controlled bo'lar edi. Unda emas. Qarang, putting pictures in order. Rasmlarni to'g'ri tartibga qo'yish. Bu controlled ustozlar, chunki rasmni kim olib keladi? Ustoz. Bola rasmdan boshqa narsa qilyaptimi? Yo'q, qilgani yo'q. Done after teaching past simple or regular verbs, all pictures require the use of an irregular verb. Hammasida irregular verb rasmi turgan, o'sha usage turgan rasmlar turibdi-da u yerda. Rasmlarni to'g'ri tartibga qo'yadi, hikoya hosil qiladi. Faqat ustoz bergan material bilan ishlayapti. Controlled practice bo'ladi putting pictures in order. Keyingisi, talking about people and scenes in the pictures. Rasmdagi odamlar va manzaralar haqida gapirish. To'g'ri, bu yerda manzarani ustoz olib keladi. Qarang, qachon qilinganiga e'tibor bering. Done after extensive work on people, jobs and lifestyles. Mana shu people, jobs and lifestyledan rosa mashq qilib ishlab bo'lgandan keyin to see how well learners could talk about these topics. O'rganuvchilar mana shu topiklar bo'yicha qanchalik yaxshi gaplasha oladi, ya'ni ko'p mashq qilgandan keyin shularni qanchalik ishlata oladi, shuni ko'rish uchun o'sha rasmdagi odamlar va manzaralar haqida gaplashyapti. Ustoz rasmni olib kelgani bilan bola rasmga qarab xohlagan narsasini gapiradimi? O'tgan mavzuni ham ishlata olsa, bo'lmasa o'zini bor bilimini ishga soladi. Free practice bo'ladi talking about pictures. Hop, keyingisi describe and draw. Describe and drawni qarang qanday tarzda qilyapti. Done after teaching prepositions in, on, beside, near, next to. Learners described rooms and furniture. Qarang, bu yerda sразу teachingdan keyin bo'lyapti-da, qachon bo'layotganiga e'tibor bering. Presentation qilib bo'lishi bilan, in, onlarni o'tishi bilan ustoz describe qilib beryapti xonani va furnitureni. Masalan, there is a sofa next to the wall. There is a picture on the wall. There is a carpet next to the sofa. There is a table on the carpet. There is a bed near the furniture. Nima? Mana shu ustoz aytadi.
oxir oqibat bir-biridan biroz farqli bo'lsa-da, joyi bir xil bo'lgan bir rasm paydo bo'ladi ustozlar, o'qib o'rganuvchilarning qo'lida. Tushunyapsizmi? Ustoz nimani qatga qanday chizishi ko'rsatib turibdi, kontrolda. Bolalarning har bir harakati kontrolda. Controlled practice bo'ladi. Spot the difference, farqini toping. Albatta bu controlled practice bo'ladi. Elementary klasslarda there is zero bilan there is zero ni aytganda qilinyapti. Ya'ni there is bu deb aytadi-ku. Ana shu paytda bir-biridagi qo'lidagi farqini, rasmni farqini ko'radi-ku. Spot the difference da. Ustoz olib kelgan, undan nariga ishlata olmaydi, undan nariga o'ta olmaydi, rasmda yo'q narsani gapira olmaydi. Shuning uchun bu control practice bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi talking about yourself, albatta free practice bo'ladi. Bola o'zi haqida istagan narsasini gapirish imkoniga ega. Role playlar free practice deb o'rgandik, chunki control practice dan keyin free practice sifatidagi aktivitelar ro'yxatida o'rgandik buni. Sentence completion kuchli controlled practice, chunki after teaching like, love, dislike, hate, learners complete sentences while changing partners. Mana shu like, love, dislike, hate larni o'tib bo'lgandan keyin gaplarni to'ldirar ekan. Siz bergansiz gap to'ldirish, orada bo'shliq qoldirgansiz, shularni like, love, dislike, hate bilan to'ldiradi. Mana shu like, love, dislike, hate dan boshqa narsa ishlata olmaydi ular. Partnyor bilan qiladimi, o'zi qiladimi, faqat shularni ishlatadi. Shularni bolani diqqatini shularga tortib qo'ygansiz o'tgan mavzuga. Albatta controlled practice bo'ladi. Surveyga e'tiboringizni qarating. Survey done after work on adverbs of frequency. Often, sometimes, never. Learners ask classmates questions. Bu yerda shu often, sometimes, never adverbs of frequency ni o'tganingizdan keyin survey qilishni aytyapsiz. Learners ask classmates questions. Ular sinfdoshlaridan savol so'raydi. Mana shu often, sometimes, never degan javoblarni talab qiladigan savollar so'raydi. Shuni hisobiga free practice bo'lib ketyapti. Ya'niki o'rganuvchilar savolni o'zi tuzyapti-da. Bir qismini beradigan javoblari often, sometimes, never bo'lishi mumkin. Ya'niki siz istagan nimalar target so'zlar qatnashishi mumkin. Boshqalar ham qatnashib ketadi-da, bolalar dialog qilayotgan paytda. Shuning uchun survey nimaligini bilmaydigan bo'lsa, survey bu savollar ro'yxati hisoblanadi. Savollarga berilgan javoblarga qarab umumiy analiz olib chiqiladi. Shu narsa survey hisoblanadi. Surveyning javoblaridan tablelar, line graflar yaratsa bo'ladi. Chuqur zo'r topshiriq survey. Agar qila bilinsa, ustoz to'g'ri tashkillay bilsa, task based learninglarda yaxshi ketadi, chunki butun bir dars ketib qoladi bunga. Qiyin juda ham bitta darsni o'zida ham survey ham boshqa activity qilish. Ko'pincha set of lesson planlarda yaxshi ishlaydi. Ya'niki set of lesson planlarda bilasiz, bitta mavzuni 3 yoki 4 ta lesson planda o'qitasizda, shunda eng oxirgi darsingizni task based learning tarzida tashkil qilib turib, survey berib olsangiz bo'ladi. Darsni tashkillashda. Planning degani bor, surveyga o'xshaydi, lekin boshqacharoq. Bu yerda bitta topshiriq berasiz, tug'ilgan kun tashkil qilish topshirig'ini berasiz, guruhlarga bo'lasiz, yokida biron bir bayram tashkillash topshirig'ini berasiz, guruhlarga bo'lasiz va hamma narsa planningni topshirig'ini o'zingiz berasiz, to'g'ri. Birthday tashkil qil, yokida bo'lmasa housewarming party tashkil qil deyishingiz mumkin. Ular location, preparation, people involved, bu narsani juda ham amaliy topshiriq sifatida ko'pincha xususiy maktablarda, nemis maktablarida emas, xususiy maktablarda, ingliz maktablarida planningni faol tarzda ishlatishadi. Bu ham task based learningga kiradi. Darsni boshida shu topshirig'i berasiz, guruhlarga bo'lib siz aytasiz, bugun sizlar tashkilotchisizlar. Tug'ilgan kun tashkillaylar, guruhlardan bittasini tug'ilgan kuni bo'layotgan bo'ladi. Tug'ilgan kun qayerda bo'lishi, qanday tashkil qilishinglar, necha kishini taklif qilishinglar, mana shuncha pul bor har bir guruhda deb shunaqa beriladi va ular o'zini real hayotda tashkil qilib, hamma narsani inglizcha gaplashgan holatda rejalashtirishadi. Albatta bu yerda ulardan creativity talab qilinadi, ular create qilish kerak va bu free practice hisoblanadi. Lekin survey and planning umuman free practice da turganlarning hammasi mana bu Bloom taksonomiyasini create etapi hisoblanadi va albatta remember, understand, apply, analyze, evaluate tugagandan keyin bo'lishi kerak. Yokida bitta darsni ichida, yokida aytganimdek set of lesson plan degan narsa bor. Dars rejalab ketma-ketligi va qaysidir darsda faqat o'qitasiz, qaysidir darsda practice qildirasiz, qaysidir darsda performance qilishadi. Va free activitylar performance activityga kirib ketadi, buni bilasiz. Demak, mana shunday chuqur, lekin juda ham muhim ma'lumotlar ketyapti. O'ylaymanki, yaxshi hazm qilyapsiz. Xo'p, endi
amin bo'ling, har bitta mashqni vijdonan oxirigacha bajargansiz. Endi mana bu testga e'tiboringizni qarating. Bu yerda aynan savol ketyapti. A teacher wants to introduce a new grammatical structure using a presentation, practice, production approach. Which sequence best matches that approach deb so'rayapti. Mana bu savol ham nizomdagi ehtimoliy testlardan olingan. Bu testni men qaysidir manbadan olganim yo'q. Aynan muhokamadagi nizomdan oldim. Tushunyapsizmi? Va sizdan so'rayapti. O'qituvchi grammatik dars o'tmoqchi va presentation, practice, production yondashuvini tanlayapti. Qaysi biri mana shu yondashuvga eng mos tushadigan javob deyapti. Hozir o'rganganlarimiz asosida, yuqorida o'rganganlarimiz asosida mana shu nizomdagi ehtimoliy testga javobingizni toping. Xo'p, endi javobimizni birgalikda tahlil qilamiz. Hope, set a clear context. Set a clear context, model target language. Kontekstni qo'ydingiz, ya'ni mavzuni tanishtirdingiz va o'sha o'tmoqchi bo'lgan mavzungizni o'zingiz model qilib ko'rsatib berdingiz. Ya'niki mavzuni o'tdingiz demoqchi. Keyin nima qildingiz? Control practice qildingiz. Keyinchi freer practice qildingiz. Mana presentation, practice, productionni ketma-ketligini siz bilan o'rgandik va aniq-tiniq javob berligini bildik. Demak, o'tgan darsdagi bilimlarimizni qo'lga olgan holda, esga olgan holda, qolganini ham nimaga noto'g'riligini ko'rib qo'yamiz. E'tibor bering. Set a freer discussion first, then focus on gaps in learner's language, then repeat the discussion with support deyapti. Bu nimaga ketyapti? Freer discussion berdingiz qaysidir temada. Undan keyin siz ularni ishlatayotgan til birligiga e'tibor berib chiqyapsiz-da. Keyin xuddi ana shu discussionni ularga yordam bergan holatda yana boshqatdan qildirtiryapsiz-da. Bu narsa task based learning ga ketadi ustozlar. Task based learning. Chunki repeat degan so'zni ko'rsangiz task based ga kalit so'z bo'ladi, bilib qo'ying. Chunki bitta sikl qaytarilaveradi-da. Task berasiz, tekshirasiz, qaytarasiz. Task berasiz, tekshirasiz, qaytarasiz. Task berasiz, tekshirasiz, qaytarasiz. Shu tarzda ketadi. Keyingisida qarang. Explain the rule first, then translate example sentences, check answers, correct errors as a whole class. Qoidani tushuntirdingiz. Bu cho'taman presentationga tortyapti, undan keyingila tortmayapti. Chunki translate etapi ketyapti. Bu grammar translation methodga tortadi. Translate qildiradi, javoblari tekshirib, hammani xatosi tekshiriladi. Keyingisini qarang. Start with choral drills, then read a text for comprehension. Drilling bilan boshladingiz, ya'ni ular siz orqangizdan qaytaryapti. Keyin text o'qiyapsiz. Then finish with a short accuracy on the form. Undan keyin o'sha nima o'tilgan bo'lsa, nimani o'qitmoqchi bo'lsangiz, shuni formi, ya'ni strukturasiga e'tibor bilan darsni davom ettiryapsiz. Bu narsa structural approach ga mos keladi. Structural approach and birozgina audio lingual style ham mavjud, chunki drilling qilib orqangizdan qaytartiryapsiz. Shuning uchun bu PPP ga mos emas. Structural and audio lingual ga tortapti desa. Xo'p, mana shunday tarzda analiz qilamiz. Amin bo'ling, bu darsda oxirigacha ko'rdingiz, hammasini mashqlarni bajardingiz, hazm qildingiz. Juda ham muhim.